Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Madurani ozod qiling. Putin Rossiyasi AQShga talab qo'ydi. Donald Trampning yashirin ultimatumi. Maduro nega taslim bo'lmadi? Xitoyda murosa davri tugadi. Uyidan 13 tonna oltin topilgan mulozim o'limga hukm qilindi. Dunyo AQShning Venesuelaga zarbalari va Maduroning qo'lga olinishiga qanday munosabat bildirmoqda? Oyatulloh Ali Xamenei sukutni buzdi. Ko'cha bosimi Tehronni cho'chitdimi? Ukrainaning 2 hududida shoshilinch evakuatsiya boshlandi. Tramp Maduro va rafiqasi qayerdaligini aytdi. Erkaklar orasida eng ko'p tavsiya qilinayotgan vosita Prostamix. 40 mingdan ortiq erkak sinab ko'rdi va natijadan rozi. Quvvatni qaytaradi, charchoqni kamaytiradi, ishonchni mustahkamlaydi. Ta'siri birinchi kursdayoq. Yangi yil aksiyasi, sanatoriya yo'llanmasi va 3 ta smartfon yutib olish imkoniyati. Telefon 55 513 99 99. Hozir buyurtma bering. Madurani ozod qiling. Putin Rossiyasi AQShga talab qo'ydi. Rasmiy Moskva AQShni Venesuela prezidenti va uning rafiqasini ozod qilishga chaqirmoqda. Bu haqdagi bayonot Rossiya Tashqi ishlar vazirligining saytida e'lon qilindi. Venesuela prezidenti Maduro va uning rafiqasi Qo'shma Shtatlarda hibsda saqlanayotgani haqidagi tasdiqlangan xabarlarni inobatga olgan holda, biz Amerika rahbariyatini ushbu pozitsiyani qayta ko'rib chiqishga va Suriya mamlakatining qonuniy saylangan prezidenti va uning rafiqasini ozod qilishga chaqiramiz. Biz Qo'shma Shtatlar va Venesuela o'rtasidagi mavjud muammolarni muloqot orqali hal qilish uchun sharoit yaratish zarurligini ta'kidlaymiz, deyiladi bayonotda. Donald Trampning yashirin ultimatumi. Maduro nega taslim bo'lmadi? Amerika rahbari Donald Tramp taxminan bir hafta oldin Venesuela prezidenti Nikolas Maduro bilan gaplashganini va unga taslim bo'lishni taklif qilganini ma'lum qildi. Biz muzokaralar olib bordik. Men u bilan shaxsan gaplashdim. Unga siz yon berishingiz kerak, taslim bo'lishingiz kerak dedim. U bunga rozi bo'lmadi, dedi Washington ma'muriyati rahbari Fox News telekanali efirida. Bu suhbatlar qachon bo'lgani haqidagi savolga Tramp yaqinda bir hafta oldin deya javob bergan. Ammo oxir-oqibat biz yanada aniqroq, yanada kuchliroq choralar ko'rishimizga to'g'ri keladi deya qo'shimcha qilgan u. Shuningdek, Oq uy rahbari AQShning 3-4 kun oldin Venesuela yetakchisi Maduroni qo'lga olish bo'yicha operatsiya o'tkazishni rejalashtirganini, biroq noqulay ob-havo tufayli uni kechiktirishga majbur bo'lganini bildirgan. Biz buni 4 kun oldin, 3-2 kun oldin amalga oshirmoqchi edik. Keyin birdan ob-havo o'zgardi va biz operatsiyani boshlash to'g'risida buyruq berdik, deya izoh berdi Oq uy rahbari. Xitoyda murosa davri tugadi. Uyida 13 tonna oltin topilgan mulozim o'limga hukm qilindi. Xitoyda Haynan provinsiyasi markazi Haykou shahrining sobiq meri va yuqori martabali partiya amaldori Chan Si korrupsiya mablag'larini talon-toroj qilish va mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish ayblovlari bilan o'lim jazosiga hukm qilindi. Bu haqda 3-yanvar kuni Asianet News xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yilning kuzida uning uyining yerto'lasidan 13,5 tonna oltin quymalari topilib, musodara qilingan. Tintuvlar chog'ida oltindan tashqari 23 tonna naqd pul ham topilib, ularning umumiy qiymati 286 milliard yuan deb baholangan. Shuningdek, sobiq amaldorning Xitoydan tashqarida joylashgan hashamatli ko'chmas mulklari va qimmat avtomobillar bilan to'la garaji aniqlangan. 6 yil davom etgan tergov jarayonida Chan Si davlat shartnomalarini tuzish va yer uchastkalari bo'yicha bitimlarni o'tkazishda ko'maklashish evaziga muntazam ravishda yirik miqdorda pora olib kelgani aniqlangan. Yig'ilgan dalillar asosida sud ayblov hukmini chiqargan va eng oliy jazo o'lim jazosini tayinlagan. Dunyo AQShning Venesuelaga zarbalari va Maduroning qo'lga olinishiga qanday munosabat bildirmoqda? Bir qator mamlakatlar rahbarlari va tashqi ishlar vazirliklari bayonotlarida Washingtonning bu harakati butun dunyo uchun kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan tajovuz va mamlakatda hokimiyatni o'zgartirishga urinish sifatida tavsiflanmoqda. Yevropa ittifoqi AQShning harakatlarini qoralamagan. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen Washingtonning harakatlariga to'g'ridan-to'g'ri baho bermagan va Yevropa ittifoqi Venesueladagi vaziyatni diqqat bilan kuzatayotganini ta'kidlagan. Biz Venesuela xalqini qo'llab-quvvatlaymiz va tinch hamda demokratik o'tish tarafdorimiz. Har qanday qaror xalqaro huquq va BMT nizomiga muvofiq bo'lishi kerak, deya X ijtimoiy tarmog'ida yozgan von der Leyen.
BMT bosh kotibi barcha ishtirokchilarni Venesueladagi jarayonda inson huquqlari va qonun ustuvorligiga to'liq mos keladigan har tomonlama muloqot olib borishga chaqirgan. Venesuela tashqi ishlar vazirligi AQSh zarbalari boshlanganidan ko'p o'tmay ularni muhokama qilish uchun BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishini chaqirishni talab qilgan. AQSh hukumatining vatanimizga qarshi jinoiy tajovuz munosabati bilan biz xalqaro huquqqa rioya qilish uchun mas'ul bo'lgan BMT xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishini chaqirishni so'radik, dedi Venesuela tashqi ishlar vaziri Ivan Hilpitno. Rossiya va AQSh Xitoy operatsiyasi qoralagan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi AQShning harakatlarini Venesuelaga qarshi qurolli tajovuz akti deb atadi. Bu chuqur tashvish va qoralashga sabab bo'lmoqda, deya ta'kidlagan Rossiya TIV. Vazirlik vaziyatning yanada keskinlashishiga yo'l qo'ymasligi va undan chiqish yo'lini muloqot orqali topishga chaqirgan. Venesuelaga tashqaridan hech qanday buzg'unchi, ayniqsa harbiy aralashuvsiz o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi kafolatlanishi kerak, deyiladi bayonotda. Shuningdek, Moskva Venesuela hukumati va Lotin Amerikasi mamlakatlari rahbariyatining BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishini zudlik bilan chaqirish haqidagi chaqirig'ini qo'llab-quvvatlagan. Xitoy tashqi ishlar vazirligi AQShning suveren davlatga qarshi kuch ishlatishi va uning prezidentiga qarshi harakatlaridan chuqur larzaga tushganini va keskin qoralashini ma'lum qilgan. AQShning bunday gegemonlik harakatlari xalqaro huquq va Venesuela suverenitetini jiddiy ravishda buzadi. Shuningdek, Lotin Amerikasi va Karib dengizi mintaqasidagi tinchlik va xavfsizlikka tahdid soladi. Xitoy bunga qat'iyan qarshi, deyiladi XXR bayonotida. Kolumbiya Venesuela bilan chegaraga harbiylarni yubordi. Kolumbiya Qo'shma Shtatlarining Venesuelaga zarbalari boshlanganidan so'ng o'z harbiylarini ushbu Janubiy Amerika davlati bilan chegaraga yubordi, dedi Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro. U AQSh operatsiyasini qoralab, uni Lotin Amerikasi suverenitetiga tajovuz deb atagan va gumanitar inqiroz haqida ogohlantirgan. Boshpana izlovchilar chegara yaqiniga yetib kelgan taqdirda ham qo'shimcha kuchlar safarbar etilishini prezident ta'kidlagan. Kuba hukumati ham AQShning harakatlarini qoralab, xalqaro hamjamiyatdan AQShning Venesuelaga jinoiy hujumiga zudlik bilan munosabat bildirishni talab etgan. Bu jasur Venesuela xalqiga va bizning Amerikaga qarshi davlat terrorizmidir, deya yozgan Kuba prezidenti Miguel Diaz-Canel X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Oyatulloh Ali Xamenei sukutni buzdi. Ko'cha bosimi Tehronni cho'chitdimi? 3-yanvar kuni Eron oliy rahnamosi Xamenei 1-marta mamlakatda bir haftadan ortiq vaqtdan beri davom etayotgan ommaviy norozilik namoyishlari haqida ochiq gapirdi. Bu haqda Tasnim xabar berdi. Qayd etilishicha, Oyatulloh Ali davlat televideniyasida so'zlagan nutqida u voqealarni ichki va tashqi dushmanlarning fitnasi deb atagan va tartibsizliklarni qo'zg'atuvchilarning harakatlariga qattiq qarshilik ko'rsatishni talab qilgan. Biz dushman oldida chekinmaymiz, biz dushmanni tiz cho'ktiramiz. Milliy valyutaning qadrsizlanishi va beqaror valyuta kursi tufayli bozor savdogarlarining norozilik namoyishlari oqlanadi, ammo qo'zg'atuvchilarni o'z o'rniga qo'yish kerak, degan Eron oliy rahnamosi. AQShda joylashgan inson huquqlari faollari Yangiliklar agentligining xabar berishicha, norozilik namoyishlari allaqachon mamlakatning 31 viloyatidan 22 tasida 100 dan ortiq shahar va qishloqlarga tarqalgan. Inqirozga og'ir iqtisodiy vaziyat sabab bo'lgan. Eron reali $1 taxminan 1,4 millionga tushgan. Shu bilan birga rasmiylarning Isroil bilan urush va AQShning Eron yadroviy inshootlarga zarbalardan keyin iqtisodiyotni barqarorlashtirishga urinishlari muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Vaqt o'tishi bilan ko'chalardagi shiorlar ochiqchasiga siyosiy tus olgan. Namoyishchilar hozirgi rejimga qarshi chiqmoqda va bir nechta shaharlarda merosxo'r Shoh Rizo Pahlaviyning qaytishini talab qilishmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, namoyishlarni tarqatish paytida kamida 10 kishi halok bo'lgan. Vaziyat keskinlashgan bir paytda AQSh prezidenti Tramp agar Eron rasmiylari tinch namoyishchilarni o'ldirsa, Washington aralashishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Tehron esa Yaqin Sharqdagi AQSh kuchlariga qarshi zarbalar bilan tahdid qilgan. Ukrainaning 2 hududida shoshilinch evakuatsiya boshlandi. Rossiyaning Ukrainada oldinga siljishi fonida rasmiylar minglab bolalar va ularning ota-onalarini front chizig'idagi hududlardan evakuatsiya qilmoqda. Rossiyaning o'tgan yili Ukrainadagi harbiy yutuqlari 2022-yildan buyon eng keng ko'lamlisi bo'lgan. Bu haqda Agence France Presse yozmoqda. 2-yanvar kuni Ukraina Rossiya qo'shinlari oldinga siljib borayotgan Zaporojye va Dnepr viloyatlaridagi front chizig'idagi aholi punktlaridan minglab bolalar va ularning ota-onalarini evakuatsiya qilishni buyurdi. Qiyin xavfsizlik holati tufayli Zaporojye va Dnepr viloyatlaridagi 44 ta front chizig'idagi aholi punktlaridan 3000 dan ortiq bolalar va ularning ota-onalarini majburan evakuatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilindi, deb e'lon qildi Jamoalar va hududlarni rivojlantirish vaziri Aleksey Kuleba.
Kulebaning so'zlariga ko'ra, evakuatsiyalar Belarus bilan chegaradosh va Rossiya o'qi tutilishiga uchragan Chernigov viloyatining shimoliy qismida davom etmoqda. Jami 1-iyundan beri front chizig'idagi hududlardan 150 ming kishi xavfsizroq hududlarga evakuatsiya qilindi. Ular orasida qariyb 18 ming bola va 5 mingdan ortiq nogironlar bor, deya yozadi Kuleba. 2022-yil fevralida Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya qo'shinlari sanoatlashgan Dnepr viloyati orqali yo'l olmoqda. Evakuatsiya buyrug'i Rossiya mahalliy hokimiyat eng yiriklaridan biri deb atagan Zaporojyega hujum uyushtirilganidan keyin chiqarildi. Tramp Maduro va rafiqasi qayerdaligini aytdi. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro va uning rafiqasi Celia Flores hozirda Nyu-Yorkda yo'l olayotgan AQShning Iwo Jima kemasida. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Trump Fox News telekanalida e'lon qildi. Ular vertolyotda olib kelindi va vertolyotda ajoyib sayohat qilishdi. Ishonchim komilki, ular bundan zavqlanishdi, lekin ular ko'p odamlarni o'ldirishdi. Buni unutmang. Ular Nyu-Yorkka olib ketilyapti va bilasizki, Nyu-Yorkda ularga ayblov qo'yilgan, degan Trump. Maduroga taklif qilgan choralari haqidagi savolga javoban Trump: "Men siz taslim bo'lishingiz kerakligini aytdim", dedi. Amerika yetakchisining so'zlariga ko'ra, u Maduro bilan bir hafta oldin gaplashgan. "Biz muzokaralar olib bordik. Men u bilan o'zim gaplashdim. Men siz taslim bo'lishingiz kerak, siz taslim bo'lishingiz kerak dedim. U bunday qilmadi", deydi Tramp. AQSh rahbari Maduro bilan sulh suhbatlari qachon bo'lib o'tganiga aniqlik kiritarkan, bir necha marta taxminan bir hafta oldin deya javob qaytargan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.